Assalomu alaykum hammaga. Bu videomiz ko'pincha targetologlarga tegishli bo'ladi. Aynan ko'p hollarda targetologlar muntazam ish qidirishga to'g'ri keladi yoki 20 xil nishalar bilan ishlab o'tirishligiga to'g'ri keladi. Bu videomiz imенно targetdan marketingga o'tmoqchi bo'lganlarga, marketing deganda ham ko'proq digital marketing, performance, growth tomonlarga o'tmoqchi bo'lgan odamlarga tegishli bo'ladi. Bu videomiz siz uchun agarda sizda mijoz ko'p bo'lsa, lekin chekasi kichkina bo'lsa, masalan, ko'pincha targetologlar $300 dan ham boshlashadi. LTV kam, ya'ni mijozlaringiz bir oy ishlab ko'radi yoki bir hafta ishlab ko'radida target bo'ladi. Masalan, sota olmaydi yoki bo'lmasam lead keladi, sota olmaydi, переписка bo'ladi, sota olmaydi. Effekt yo'q degan xulosaga keladi. Shuning uchun LTV kam bo'ladi. Agar sizda LTV kam bo'lsa, buning yechimini ko'rib chiqamiz. Mijozlaringiz agarda target yondimi, o'chdimi, nima bo'ldi o'zi, lead sifatsiz, nima bo'lyapti deb yozaveradi. Masalan, gaplashaverasiz, har doim yoqib o'chirish, yaxshi ishlayotgan topish, duplikat qilish yoki bo'lmasam budjet ko'tarish, kamaytirish, ya'ni постоянно ishda bo'lish, 24/7 aloqaga bo'lish sizni charchatayotgan bo'lsa, buni ham yechimlarini ko'rib chiqamiz. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Nima uchun ikkita mijoz 20 ta mijozdan yaxshiroq? Qanaqa qilib targetdan marketingga daromadingizni tushirmagan holda o'tishdi va u jarayonda sizga aynan qaysi ko'nikmalar kerak bo'lishini ko'rib chiqamiz. Keling, hozir nimalar bilan shug'ullanayotganingizni ko'rib chiqaylik. Birinchi o'rinda men bilgan targetologlar O'zbekistonda ikki xil turga bo'linishadi. Birinchisi knopka yoqib o'chiradigan, ya'ni faqat knopka bosadigan, reklamani yoqadi, o'chiradi, tayyor berilgan videoni oladi, knopka bosadigan. Ikkinchisi reklama matnlarini yozadi, ya'ni masalan o'sha videoni tekstlarini yozib beradi, videoni ssenariylarini yozib beradi-da, keyin hamma nastroykalarni qilib, kampanyalarni manage qiladi, ya'ni boshqaradi. Agarda siz shunchaki knopka bosadigan targetolog bo'lsangiz, unda siz zamonaviy til bilan aytganda, zamonaviy holatda vaqtingizni sotyapsiz. Kimdir sizdan arzonroqqa sotishga ham doim tayyor bo'ladi. Buni bilishingiz kerak. Agarda siz reklama matnlarini yozib, akkauntlar bilan ishlaydigan, to есть reklama menejerlar bilan ishlab, byudjetni boshqarib, konkretniy rezultatga javob beradigan bo'lsangiz, ya'ni masalan leadga, axvatga javob beradigan bo'lsangiz, unda sizda qanaqadir qiymatingiz bor. Lekin ikkala holatda ham sizdan hech kim masalan katta natija kutmaydi, ya'ni sotuv kutmaydi, korxonaning o'sishini kutmaydi, masalan sotuvlar ko'payishini kutmaydi. Bu holatda ham siz o'zingiz vaqtingizni qanaqadir qiymat evaziga almashtirayotgan bo'lasiz. Bir narsani tushunishingiz kerak, doim kimdir sizdan arzonroqqa vaqtini sotishga tayyor. Ikkala holatda ham o'sha mijozga lead berganingizdan keyin mijoz lead bilan gaplashib ko'radi. Agarda sota olsa, sizni natijangiz zo'r, agar sota olmasa, sizni natijangiz yomon. Ya'ni ikkala holatda ham sizga bog'liq bo'lmagan holatda sizga baho berishyapti. Shunga yarasha cheki ham katta emas, kichkina, masalan $300 bo'lishi mumkin, $200 bo'lishi mumkin, $500 bo'lishi mumkin. Har xil endi reklamni byudjetga qarab o'zgaraveradi. 20 talab loyihalar bilan ishlaysiz. Ba'zida aynan reklamni akkauntni yoqib o'chirgani ham vaqt bo'lmay qoladi. Undan kunda masalan bittasi banga tushadi. Ularni ochib o'tirishingiz kerak bo'ladi. Hammaga telefonda javob berishingiz kerak, sazmon planyokaga qatnashishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, target marketingga kirishdagi eng yaxshi, eng qulay yo'l, masalan, ko'p narsa o'rganasiz, ko'p ko'nikmalar o'rganasiz, aynan trafik jalb qilish bo'yicha. Lekin ana undan keyin qanaqa qilib dal yurish kerak, ya'ni marketingga qanaqa o'tish kerak degan narsani mana bugun ko'rib chiqamiz. Ko'pincha shu holatga yetib kelganda targetologlar nima deb o'ylaydi? Men yana ham ko'proq proyekt olsam, yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu aslida noto'g'ri. Agarda siz yana ham ko'proq proyekt olsangiz, xuddi o'sha bo'ladi, shunchaki ko'paytirayotgan bo'lasiz. Yana boshqa holatda o'ylashadiki, agarda men nisham almashtirsam, target ishlaydigan nishalar bilan ishlasam yaxshi deb o'ylashadi. Bu to'g'ri fikr, lekin u ham yechim emas. Nima uchun? Chunki qarang, agarda muammo nishada bo'lsa, Hop, lekin ko'p hollarda muammo biznes modelida bo'ladi. Ya'ni siz ishlayotgan biznes o'zini moliyaviy modeli yo'q, o'zi raqamlarini chiqarmagandan keyin foydasini ham hisoblamaydi, unit ekonomikasini chiqara olmaydi. Bunda ham baribir siz aybdor bo'lasiz, chunki nimaga? Kam byudjetga ko'p klient olib kelishingiz kerak bo'ladi. Bu tushunarli narsaki, nima desa bo'ladi? Bozorda hamma nishalarda mijozda o'zining narxi bor. Masalan, undan 10 barobar, 100 barobar arzon olib kelish sal qiyin. O'sha bozordagi narxdan plus-minus 20-10% tepasga o'ynashi mumkin. Keling, marketingga qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam, o'z ishlayotgan, hozirda bundan natija qilib berayotgan, siz bilan uzoq muddatdan beri ishlayotgan loyihalarga aloqaga chiqasizda, ya'ni nima qilsangiz yana ham ko'proq sotib bo'lish mumkinligini so'raysiz. Ko'p hollarda sotib bo'limi bilan ishlash, influencerlar bilan ishlash, leadni kvalifikatsiya qilish va organik trafik yoki bo'lmasam web orqali ishlash. Mana shu 5 ta narsadan bittasi to'sib turgan bo'ladi. Ya'ni masalan siz ularga ko'p lead berasiz, sotib bo'limi yaxshi obrobotka qila olmaydi. Yoki bo'lmasam ko'p lead berasiz, sotib bo'limi yaxshi obrobotka qiladi, lekin mijozlar to'kilib ketadi, sababi ishonch yo'q. Endi PR influencerlar bilan ishlashga to'g'ri keladi unda. Xo'p, ya'ni ko'p lead berasiz, mijozlar yetarlicha ma'lumotga ega emas, demak, lead kvalifikatsiyasi kam. Yoki bo'lmasam organikadan trafik kelmaydi. Shu narsalarni analiz qilib chiqish kerak bo'ladi. Odatda shu 5 ta narsadan bittasida siz yana ham korxonaga ko'proq qiymat berib, ko'proq o'stirishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni aniqlashning eng oson yo'li qaysi desangiz, CRMni ochasiz. Agar CRM bo'lmasa, bog'lanasiz rahbari bilan. Masalan, sotuv bo'ldi degan kolonka bor. Sotuv bo'ldi degan kolonkadan bitta oldingi kolonkaga o'tasiz. Sotuvgacha yetib kelyapti, lekin nimaga xarid
target qilmayapti degan savolga javob topishingiz kerak. Buni qayerdan topolmaysiz? Shunday zapisni eshitsangiz o'zi aytib beradi. Ya'ni masalan ba'zi birgisini puli yetmagan, ba'zi birgisi yetarlicha ishonmayapti, ba'zi birgisi qayerdadir arzonroq topdi, ba'zi birgisini o'sha sherigi boshqa joydan ko'rganda o'shanga qo'shilib ketgan, ba'zi birgisiga lokatsiya to'g'ri kelmayapti yoki bo'lmasam boshqa muammolar. Aynan shularni shuni olib analiz qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Okey, demak o'z ishlayotgan loyihaga taklif berishingiz kerak bo'ladi. Deylik, u loyihada sotuv bo'limida muammolar bor. Masalan, lead kelyapti, lekin yaxshi oborotga qila olmayapti. Masalan, O'zbekistonda hozirgi holatda juda ham ko'p joyda aynan shu muammo. Sotuv bo'limida muammolar bor. Endi sotuv bo'limini yaxshilash uchun siz nimalarni bilishingiz kerak degan savol bor. To'g'rimi? Birinchi bo'lib CRM, sotuv skripti, to'g'ri KPI qo'yish, sotuvchilar boshqarish va ularga reglament ishlab chiqish. Mana shu 5 ta narsani o'zingiz bilgan holatda yoki masalan bilmagan holatda kirib, o'sha resurslardan o'rganib, tizimlashtirishga harakat qilishingiz mumkin. Bu jarayon juda ham qiyin jarayon. Masalan, imенно sotuv bo'limidan boshlasangiz qiyin jarayon. Lekin buni ham bilishingiz kerak targetolog sifatida. Nimaga? Chunki siz butun umr targetdan sotsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savolga javob qidirib yurmaysiz-ku. Ya'ni masalan korxonaga o'zim rezultat beryapmanmi yoki o'zi u mashhur korxona bo'lgani uchun yaxshi ishlayaptimi degan savolga javob topolmay yurmasligingiz uchun. Keyingisi, okey, sotuv bo'limi yaxshi, normalniy. Endi u sotuv bo'limida yaxshi obro'tga qilyapti, litlar qolib ketmayapti, lekin odamlar ishonmayapti. Nima qilish kerak? PR, influencerlar bilan ishlash kerak, SMM qilish kerak. Albatta, masalan, yangi brendlarga odamlar ishonch pastroq bo'ladi. Agar eski brend bo'lsa, ishonch ko'proq bo'ladi, lekin uni farqi yo'q. Ikkala holatda ham odamlar o'sha influencerlar bilan kollaboratsiya qilgan holatingizda yaxshi sizda konversiya ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Keyingisi, web. Qaysi turdagi veb-sayt strategiyalari sizni leadingizni kvalifikatsiya qilishga yordam berishini bilishingiz kerak. Bu nisha har xil o'zgarib ketadi. Masalan, produkt sotsangiz boshqacha, servis sotsangiz boshqacha, masalan, ta'lim loyihalarida undan boshqacha. Bir vositadan har bitta bo'lim bo'yicha yordam berib borasiz u odamga. Masalan, e'tibor bering, oldindan ishlab kelayotgan, yaxshi natija qilayotgan klientingiz bo'lishi kerak. O'zi qiynalib turgan klient bo'lsa, sizni ham opitingiz yo'q, unaqa katta natija bo'lmaydi u yoqda. Quyida eng oson nishalarni siz bilan bo'lishaman. Hozir eng oson nishalarni birma-bir aytib o'taman. Ba'zi birgilarini oson nishalar juda ham ko'p, lekin masalan boshlang'ich odamga ham tushunarli hamma narsa bo'lgan nishalar bor. Ular qaysi nimasiga qarab baholashdi, u keyinroq video qilaman alohida unga. Xo'p, keling, ko'rib chiqamiz. Birinchisi maktab, xususiy maktablar. Xususiy maktablarda chek katta, marginalность katta, ya'ni masalan gross margin katta va o'sha reklamni byudjet ajratsa, undan odam keladi, ya'ni taklif ham unaqa katta emas bozorda. Nimaga unaqa deyapsiz? Agar taklif katta bo'lganda, maktablar narxi bunaqa baland bo'lmas edi. Xo'p, ikkinchisi bog'cha. Bog'cha ham maktabda bir tur, bozorda talab katta va o'sha bitta sotuvdan qoladigan summa kichkina emas, ya'ni ko'proq xato qilishga o'ta imkoniyat bor. Xo'p, ikkinchisi turizm. Turizmda xoh umra bo'lsin, xoh masalan boshqa davlatlarga turizm bo'lsin, u yerda ham nima desa bo'ladi? Mijoz narxi unaqa qimmat emas. Sababi qarang, hamma tur firmalar odatda bitta katta tur operatorlar bilan ishlaydi. 5 ta katta tur operator bilan ishlaydi. Hammani taklifi bir xil, выгодно, ya'ni masalan unga qanaqa PR qilib berish juda unaqa katta rol o'ynay olmaydi. Halol trafik bilan ham bemalol sotuv qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Hop, keyingisi endi qizlar bo'lsa, qizlarga ko'proq to'g'ri keladi. Kosmetika. Kosmetikada ham marginalность katta, ya'ni bitta mahsulotning foydasi katta bo'lgani hisobidan yaxshi rezultat qilsa bo'ladi, agarda vorontkani to'g'ri qilsa. Endi servislardan keladigan bo'lsak, sartaroshlarda ham LTV yuqori bo'lgani hisobidan uni ham hisoblasa bo'ladi. Low consultant, ya'ni huquq yoki masalan shunga o'xshagan konsultatsiya qiladigan odamlar, huquq sohasida yoki masalan boshqa sohalarda talab faqat katta bo'lishi kerak. Keyingisi soliq maslahatchilari. Soliq maslahatchi ekspertlarga ham o'zlarining uslugalariga bo'lgan talab katta, chunki ularda aniq qiymati mavjud. Xo'p, keyingisi xususiy klinikalar. Xususiy klinikalarda ham rezultat qilsa bo'ladi, aynan halol trafikdan. Faqatgina unda nima desa bo'ladi? Odamlarni og'rig'ini to'g'ri topish kerak. Masalan, hozir qishda nima? Yosh bola ko'p kasal bo'ladi, to'g'rimi? Aynan shu jihatlardan kelib chiqqan holatda o'zingiz to'g'ri offer taxlab qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qadam endi jamoa yig'asiz. Ya'ni bir boshdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi bo'lib lead generatsiyani to'g'ri qo'ydik, ikkinchi bo'lib sotuv bo'limini qilishga yordam berdik, leadlar obrobotkasini ta'minladik, uchinchi bo'lib analiz qildik, nima uchun bu leadlar konversiya bo'lmayapti. Bu bo'yicha to'g'riladik. Keyin o'sha lead kvalifikatsiya, PR instrumentlarini ishga solishga harakat qilyapmiz. Umumiy marketing otdelda o'zimiz boshqarishga harakat qilyapmiz. Xo'p, nishani tanladingiz, tizimni yo'lga qo'ydingiz. Sizda 3 ta parametr bor. Birinchisi lead soni, ikkinchisi sotuv soni, uchinchisi ishonch soni. Ishonch baland, endi uznavaymasam deb qo'yishadi ba'zida, brand health. Ishonch baland holatda ushlagan paytingizda отдел продаж bilan lead generatsiya bo'limi, ya'ni siz otdelingiz yaxshi ishlab tursa, o'shanda siz
sotuvga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan odam sifatida ko'rilasiz va natijalaringizni o'zingiz ham bemalol o'lchab borishingiz mumkin bo'ladi. Endi siz faraz qiling, sotuv bo'limini, marketing bo'limini, ya'ni o'sha faqat targetda emasda, umumiy bo'limda organik trafikda ham o'sha reelslarni, klient olib kelish hammasini kontrol qilayotgan odamsiz, to'g'rimi? Bu yerda sizda nima yo'q? Mahsulot offer bilan uncha nima desa bo'ladi, narx-navosi bilan hozircha qiynalishingiz mumkin. Yangi takliflar ishlab chiqish, bu narsalar oson narsa emas. Custaf analiz, bu narsalarni bilishingiz qiyin, lekin men sizga eng oson yo'lni ko'rsatyapman. Ya'ni mana shu oddiy parametrlar bilib olganingizdan keyin siz bemalol korxonaga katta qiymatli odamga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Endi siz bonuslar olishingiz mumkin. Endi siz o'zingiz katta chekda ishlashingiz mumkin va eng muhimi, qarang, eng muhimi, siz 20 ta loyiha bilan qanaqadir ishlar qilib yurmaysizda. Bitta, ikkita, uchta loyihani olasiz, ularga katta rezultat qilasiz. Ya'ni masalan, ularga kirganingizdan keyin uni o'sishi kirmaganishdagi holat bilan ancha farq qiladi. Ana o'shandan keyin siz marketolog sifatida yoki bo'lmasam targetolog sifatida ham уже darajangiz oshadi. Xo'p, men sizga keling bitta ikkita misollar keltirib beraman. Mana bu Umidjon aka. O'quvchim, bular masalan targetolog edilar, ya'ni ko'plab proyektlar bilan ishlaydilar. Nima qildik? Ular masalan shu yo'nalishimni o'zgartiraman dedilar. Okey, hozir ham target bilan ishlaydilar, agentstvalar boshlab turibdi. Lekin ikkita loyihalari bilan ular qattiq ishlaydilar, ya'ni masalan imенно o'stirishga ishlaydilar va umumiy holatda 20 ta loyihasidan keladigan pulni masalan 60-70% ni bitta loyihadan ishlaydi va u yerda katta keysga ham ega. Ertaga o'sha qanaqadir yana loyiha olmoqchi bo'lsa, mana shu keys orqali o'zini taqdim qilishi mumkin bo'ladi. Keyingisi mana Alixo'ja mana We Grow Invest degan o'sha investitsiyani o'rgatadigan menimcha kurslarmi yoki qanaqadir onlayn shkola bor. Ularda targetolog bo'lib ishlardi, meni vebinarga odam kiritish bo'yicha. Keyin уже yana xuddi boyi parametrlar sotuv bo'limi, PR, Reels, organika ya'ni va o'sha lead generatsiya, lead kvalifikatsiyani yaxshi o'rgangandan keyin endi bu bola mana уже u yerda marketing direktori, prodyuser sifatida faoliyat olib boradi. Demak, menimcha umumiy kartina tushunarli, 1 2 3 4 qadamlar tushunarli, siz o'rganishingiz kerak bo'lgan ko'nikmalar ham tushunarli. Hozirgi holatda birinchi qiladigan ishingiz o'sha aytganimdek eng yaxshi natija qilib berayotgan korxonangizni olasizda va ular bilan mana shu qolgan takliflar bo'yicha analiz qilib, ular bilan ishlab ko'rasiz. Keyin o'sha jarayon davomida yangi skillslarni o'rganib ketishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir hamma protsess tushunib, mutaxassis bo'lganingizdan keyin ular bilan o'tirib kelishib, bonusli KPI'larni yaxshi gaplashib olsangiz bo'ladi. O'shanda siz masalan $300 emasda, o'sha $3000, $5000 olishingiz mumkin bo'ladi. Qachonki korxona ham o'sib foyda qiladi, siz ham o'sib foyda qilasiz. Bu narsalar hammasini bemalol o'sha jarayon kirganda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Faqat o'sha o'rganayotgan jarayoningizda sizga qanaqadir savol bersa javob berib turadigan, o'sha nisha bilan oldin ishlagan odam bilan kommunikatsiyada bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq. Targetdagi loyihalarim qolib ketmaydimi deyishingiz mumkin. Eski loyihalaringiz yo'q, eski loyihalaringiz odatda qolib ketmaydi, faqatgina siz yangi loyihaga qidirish bilan band bo'lmaysiz. Eski loyihalaringiz ham agarda juda ham ko'plab vaqtingizni olayotgan bo'lsa, ularni ham qaysidirlari bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Faqatgina mana bu yerdagi loyihaga yaxshi natija qilib olgandan keyin. Mana shu holat, demak, siz bemalol keyingi qadamlaringizni bilasiz. Agarda bu qadamlaringizni kimnidir nazoratda qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni mentor bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, unda men yaqinda mentorsa boshlayman. Opsiyaniyadagi ssilka bilan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, targetdan o'tgan o'quvchilarim ko'p, meni targetdan o'sha marketingga o'tib natija qilgan o'quvchilar ko'p. Siz ham o'sha loyihalaringizni kamaytirib bitta joyga ko'proq fokus qilib, kattaroq natija qilib, kattaroq reklama byudjetlar bilan ishlasangiz, o'ziga ham ma'lum foydali bo'ladi. Agarda shu jarayonlarni tezlashtirish, kimnidir nazoratda qilmoqchi bo'lsangiz, unda o'sha mentorsaga ro'yxatdan o'ting. O'zim qila olaman degan ma'noda bo'lsa, o'zingiz ham qila olishingiz mumkin. Faqatgina qayerdadir ozgina byudjetlar silib bo'lishi mumkin, qayerdadir masalan cho'zilib qolishi mumkin protsesslar. Ko'rishganimdan xursandman, videolarga qaytayotganimda yana ham xursandman. Agarda repost qilsangiz, masalan, storiesga qo'yib repost qilsangiz, men buni rahmat sifatida qabul qilaman. Yoqqan bo'lsa, xursandman.